Mana oshxonamga chiroyli qilib kuxonniy mebel zakaz qilishim kerak deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Do'stlar, Toshkent viloyatiga o'zimiz obunachimizga olib kelib, ustonovka qilgan mebelimizni ko'rib turibsizlar. Bundan 15 kuncha oldin kelib, razmerlarni o'lchab 50% zaklatlarni olib ketdik. Mana bugunga tayyor bo'lgan ekan, xudo xolisa olib kelib, hozir ustonovkalarni tugatdik. Do'stlar, mebelimiz razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 420, bunaqasiga 290, общий balandligi 235 holatda bo'lgan. Devordagi granitlari mebelga emas, bu safar devorga yopishgan holati. Materiallarga keladigan bo'lsak, rossiyskiy laminat, kronashponniki и stolechniца ham rossiyskiy qalin variantidan bo'lgan. Do'stlar, o'zida gazli plita, vichka, moyka, katta duxovkalari bor ekan. Mana xolodilniklargacha joy qilib, to'liq joylab berdik. Xudo xolasa, общий 7 metrcha razmeri, narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 2 million 700 ming so'mdan tayyorlangan oshxona mebel. Pomni osha-moshalari ham qimmatdan ishlatilgan. Xo'p, общий narxi mana shu turish holati do'stlar 20 million 500 ming so'mga tayyor bo'lgan. Moyka, sushilkalari shu narxning ichiga kiradi. Bitovoy texnikalar alohida uydagi Istanbul bu narxning ichida. Toshkentga kelib o'lchash, yana 15 kundan keyin olib kelib ustonovka qilish, hammasi kirib ketadi. Do'stlar, ekrandagi video tagidagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. So'rasanglar kataloglarni tashib beramiz. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Mana shu tumbasi ham ichida bo'lgan.